Xudo xolasa yana zo'rlardan ko'rsam. Akalar simental so'ragan akalarimiz bormi? Simentalni zo'rini so'ragan akalarimiz bormi? Bu molni ulgurgan oladi. Bu yoqqa ketdik asl qadim sigirlardan akalar, sigirlarning bolasi, ya'ni buqalarni katta buqalarni arzon narxga qo'yadigan yana Navbahorga biz akalar peshku arzonchisi Ulug'bek akaning mini fermalaridan yangi partiya buqalarni chiqaramiz. Taroziga buqa, ya'ni patsosdan endi chiqib paltarashkaga o'tib ulgurmagan buqani taroziga qo'yib beramiz. Demak, yana videomizni o'tkazmay ko'rasiz. 2 dona g'unojinimiz bor. Ya'ni Greyford g'unojinimiz bilan bitta chorni piyostra g'unojinimiz bor. Ularning ham ma'lumoti bo'ladi. Akalar buqalarning kattaligiga e'tibor qiling. Bo'ylari to'lig'icha o'lchangan, to'lig'icha ma'lumot sizlar uchun qoldiriladi. Yedish sog'ligiga 100% garantiya beriladi. Skitkaga narx mol kutgan akalarimiz uchun bugun skitkaga mollarimizni ko'rsatamiz. Narxlar juda yengil ketadi. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil, xo'p, 17-may kuni Buxoro viloyati Peshku tumani Navbahorga, ya'ni Peshku arzonchisi Ulug'bek akaning mini fermalaridan yangi partiya mollarni chiqaramiz. Videolarimizni o'tkazmay ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salomatmi, hurmang. Muxlislaringiz bilan takror. Assalomu alaykum Buxoro Uz obunachilari hamda chorvadorlar, hamkasblar, hammaga alangalik salom. Ana bugun yangi partiya mollarimiz keldi. Yengil qilib, skitga qilib, xalqni xursand qilishga harakat qilamiz baxshilarjon. Aha. Aka 7 sog'lig'iga necha kun garantiya berasiz? 3 kun garantiya beraman, yashurga garantiya bermayman. Ha, yashurga garantiya bermaysiz. Bu yo'g'i 3 kun yemasa, ichmasa mol qaytadi. Xo'p, mollarimiz sog'ligi shunday garantiyasichi? Garantiya. Nimasi? Dastavkalarimiz. Dastavkani Buxoro bo'ylab. Tekin boshqa viloyatlarga kelishga olib ketaveradi. Demak aka, bir ma'lumotini bergan vaqtimiz aka, bo'ylarini to'liqsiz o'lchagansiz, o'lchangan holatiga ma'lumot beriladi. O'lchadik. Xo'p, boshladik, unda shundan boshlab ketaveramiz. Greyford g'unojindan boshlaymiz aka. Baxshilarjon bo'ylari 1.12, mayli 11 ga olaversinlar. Rossiyskiy. Aha. Buni baxshilarjon 19 million aytamiz, chiqib ketadigan joyi narxini 17,5 million qilib beramiz. 17,5 million so'mga ketadi. Qismlarini ko'rinishlariga 6 oylik g'unojin. 6 oylik g'unojincha. Shunday. Xullas akalar, bu uchun aloqaga chiqasiz, buning narxi 17,5 million so'm. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bu aytildi, to'lig'icha ma'lumot sizlar uchun qoldirildi. Ana endi bu yoqqa o'tdik aka. Chorni piyostiramiz baxshilarjon, bo'ylari 1.17. Aha. Bo'ylari 1.17, xohlasalar qisirga boqsinlar. Xohlasalar molga qo'yib mol qilib olsin, sigir qilib olsinlar. Siz bo'g'oziga garantiya bermaysiz? Yo'q. Mol yetilgan, lekin aka bu buqaga tayyor bo'lishi kerak. Yemlangan mol. Yemlangan. Oz-moz yemlangan. Juda qattiq ratsion bo'linmagan. Shunday. Yeb ichish joyiga akalar, yeb ichishdan kamchiligi yo'q. Baxshilarjon, buni 16 aytamiz, chiqib ketadigan joyi 14,5 million qilib beramiz. 14,5 million so'msa bu g'unojin ketadi. Ketadi. Xo'p. Keyingisi aka, rossiyskiy simentalimiz. Rossiyskiy simental baxshilarjon shu kun naqta ildirildi bunga, ip ildirildi. Nima? İpga tushmaganmi? Shunday. 1.20-1.22 bo'ylari. Aha. Buni 27 aytamiz. Bo'ladigan joyini 25 million qilib beramiz. 25 million so'm. Akalar, ko'chat buqacha holi bu. Endigina bo'lib qolgan bo'lsa 8 oylik atrofidagi buqadir. Shu yertaga bormi? Shunday. Shu yertaga akalar. Xullas, bu uchun aloqaga chiqasizlar, narxini qancha dedingiz Ulug'bek? 25 million. 25 million so'm. O'tib berar joyi bor, oz-moz, xayri bor. Qo'yilgan narxlar muhim akalar, xayriga o'tib beriladi. Xo'p, qizil Eston. Estonimiz baxshilarjon bo'ylari 1.26-27. Aha. Buni 20 million aytamiz. Chiqib ketadigan joyi baxshilarjon 18,5 million. 18,5 million so'mgacha ketadi. Demak akalar, 20 million so'm aytiladi, 18,5 million so'm chiqib ketar joyi. Uz qismini ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. Ayni yemga tayyor variant. Xo'sh, bu-chi mana bunisi? Asl qadim sigirlarning bolasi. Bu Shvedga ham tortib ketadi baxshilarjon. Bunimiz bo'ylari 1.26. Xo'sh. Bo'ylari 1.26 baxshilarjon. Buni 20 million aytamiz. Aha. Chiqib ketadigan joyi 19 million qilib beramiz. 20 million so'm aytiladi, 19 million so'm ketadi. Xo'sh, bu-chi mana bunisi Eston. Bu Estonimiz baxshilarjon, bo'ylari 1.26-27. Buni 23 million aytamiz. Aha. Chiqib ketadigan joyi 21 million. 21 million so'mgacha ketdimi? Parodasi oliy daraja. Akalar, bu urug'ga tashab qo'yasizlar, xudo xolasa urug'ga yaxshi yo'q. Yoshiga yetibdi endi. Xo'sh, bu-chi qizilcho'l? Qizilcho'limiz baxshilarjon, bo'ylari 1.28. Aha. Buni 24 million aytamiz. O'tib qaytib chiqib ketadigan joyini 21,5 million qilib beramiz. 21,5 million so'm. Akalar, buqalarimizga bitta e'tibor qilasizlar. Buqalarimiz hammasini ma'lumotni bergan vaqtimiz bo'ylari o'lchanib aytilgani, yeb ichishini she'r yuziga shunagina ko'rsatib beryapmiz sizlarga. Bu mollarning birontasiga kamchiligi yo'q. Bemalol olib foydalansangizlar bo'ladi akalar. Ana endi Greyfordimizni ko'rsatamiz aka. Xo'sh, toza Greyfordlardan 100 taligi.
Rossiyskiy Greyford Baxshirojon bo'ylari 1.22. Og'irligi keling 370 yo 365 kilo. Aha. Taroziga 70 mingdan, oyog'iga 25 million qilib beraman. Oyog'iga 25 million so'm, taroziga 70 mingdan 70 ming so'mdan qo'yib beriladi. qo'yib beraman. Agar 70 ming so'mdan 360 kiloni, 65 kiloni shunday kalkulyator qilib ko'rasiz. Agar xohlasangiz taroziga qo'yib beriladi, xohlasangiz oyoqqa shunday kelib 25 million so'mga bu buqani olib ketasiz. Boshqa joylar bilan solishtiring, akalar qo'yiladigan narxni. Xalq bekordan peshku arzonchisi deb Ulug'bek akani aytmagan. Ulug'bek akani uyiga kelib mol olib ketadiganlar hammasi ko'pchilik akalar davolni, chunki narxlar haqiqat bu yerdan yengil chiqadi akalar. O'sha hisobga aytib o'tamiz. Xo'p, ana endi buni yeb ichiga bitta baho berasizlar. Endigina 2 kurak bo'lgan. Bu ham Baxshirojon rossiyskiy molimiz, bu ham Chorun pyostra bu. Chorun pyostra. Bu endi ipga tushgan. Bu ipga tushgan. Ana buni bo'ylari 1.28. Xo'sh. Bu 24 million aytamiz. Bitib chiqib ketadigan joyi 22 million Baxshirojon. Aha. Bunisi 22 million so'm bo'lsa ketadi. Ketadi. Akalar, buqalarimizni hammasini aytib o'tdik, narx-navosini eshitdingiz. Ana endi akalar bitta orqa ketlarini ko'rsatib o'taman, buqalarimiz ma'qul joyini ko'raverasiz. Dastavkalarimiz aytib o'tilganda Buxoro bo'ylab tekin boshqa viloyatlarga kelishilgan holda ketaveradi. Yedi ishchi sog'ligiga 3 kun garantiya beriladi akalar, yemasa ichmasa mol qaytadi. Faqatgina yashurga garantiya berilmaydi, boshqa luboy kasallikka garantiyasi beriladi akalar. Orqa tomondan korpuslari ko'rinishi Chorun pyostra g'unojinimiz akalar, yelin chandirlariga bitta e'tibor qilasizlar. Oq yelin oq soska joningdan. Bo'ylari aytildi, buni ham bo'ylari 1 metr 18 sm aytildi. Shunday 17. 17 sm. Simental so'ragan akalarimizga rossiyskiy simentalimiz turishiga bitta baho berasizlar. Mol uzunligi, bo'yi basti, oyoqlari baquvvatligi akalar bir ma'lumotini aytib o'tib ketamiz. Buning narxi 25 million so'm qo'yiladi, adashmasam akalar, ozgina kelishadigan joyi bor akalar. Ozmoz Ulug'bek akalar ko'pchilikni xafa qilib uzatmaydi. Kelgan odam bemalol chiqib ketmaydi akalar bu yerdan. Baxshirojon bitta bo'g'ozimiz bor, bat olamiz bu yoqqa ham. Aha, bu yoqqami? Xo'p, uni ham ma'lumotini beramiz. Demak, videomizni o'tkazmay ko'rasiz. Xo'p, akalar, qizil cho'l paroda, asl qadim sigirlarni bo'lasa, hammasini ma'lumotini orqa tomondan mana ko'rsatib o'tib ketaveraman akalar. Ketiga e'tibor qilasiz. Bunisiga e'tibor qiling akalar. Hozir ozgina xira ko'rinishi mumkin sizga akalar, salafon yo'g'i, yorug'lik. Kunduzi orqa tomondan bizaga hozir yorug'lik tushgan desam. Kechak bu yoqda qora chiqqan. Aka qora chiqmaydi, endi prosta ber iloji yo'qda. Iloji yo'qda. Mana shu nimasiga iloji yo'q aka. Keling ozgina yana yorug'lik qo'shamiz. Ha, shunday qiling. Ana akalar. Bitta e'tibor qilasizlar akalar, buqalarimiz ket qismlari ko'rinishiga e'tibor qiling. Mana unisi ket qismini ko'rinishiga e'tibor qiling. Bu ya'ni qizil cho'l paroda. Mana unisi akalar Eston paroda. Undan oldingisi asl qadim sigirlar bo'lasa akalar. Mana bu yoqqa Greyfordimiz akalar. Greyfordni kuchliroq variantiga ishqiboz akalarimiz, bitta e'tibor qiling bu buqamizga akalar. Sal kallang beroq tortgan. Mana. Mana bu Greyfordimiz akalar. Ishqibozi uchun ko'rsatib o'tamiz, ma'qul keladiganimiz shoxi hech narsani hal qilmaydi. Akalar, kiloga taroziga 70 ming so'mdan qo'yib beriladi Greyford paroda. Ket qismini ko'rinishi, ustlarini ko'rinishi akalar. Bunisi Chorun pyostra, urug'qa olib tashab qo'yaman deydiganlar bo'lsa, endigina 2 tish bo'lgan buqamiz akalar. Olib foydalanasizlar akalar. Xo'p, ana endi bir dona bo'g'ozimiz bordilar, adashmasam bo'g'ozimizni ko'rsatib o'tamiz. Shu bilan xudo xolasa video roligimizni yakunlaymiz. Videomiz ko'p cho'zilmaydi akalar, qo'limizdan kelgancha iloji boricha sizlar uchun mana shunaqa buqalarning zo'rlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Akalar, kim birinchi bo'lib videomizni ko'rsa, bu buqani bosadi xudo xolasa. Greyford g'unojinimiz akalar, mana uni bir e'tibor qilasizlar. Rossiyadan kirib kelgan Greyford g'unojinimiz. Xo'p, bo'g'ozimiz shumi Ulug'bek aka? Shu Baxshirojon. Necha oylik bo'g'oz ekan, shvecha? 7,5 oylik Baxshirojon. 7,5 oylik bo'g'oz. Ha. Yelini katta-yu uni. Ha, 7,5 oylik bo'g'oz. Shu o'zimizda nimalar akalar qo'ldan sot olingan, bu menga barter hisobga kelib qoldi bu. Aha. Buqani joyiga keldim bu. Ha, buqa berib barter hisobga keldi. Birinchi chiqdi aka buni. Bu 1.17. Bo'ylari 1 metr 17 sm. Shunday. Xo'p. 7,5 oylik bo'g'oz. Baxshirojon, buni yengil qilib 8,5 million qo'yib beraman. 7,5 oylik bo'g'oz, bo'ylari 1.17, narxi 18,5 million. 18,5 million. Akalar, ishqiboz aloqaga chiqasizlar, yelin xaltalarini bitta ko'rsatib o'taman g'unojinimiz. Mana bu yelin xaltalar akalar. Qanaqa yelin so'gan joningdan. 17,5 million so'm dedingizmi? 18,5 million. 18,5 million so'm. Akalar, Greyfordimiz ket qismini ko'rinishi. Xullas olasizlar, foydalanasizlar. Mollarimizda hammasini ma'lumotini berdik. Qandaydir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, ekran yuziga telefon raqam bo'ladi. Lokatsiyani Telegram kanalimga qoldiraman aka. Lokatsiya orqali kelasiz, mollarimiz orasidan xohlaganingizni tanlab olib ketaverasiz aka. Dastavkalar aytib o'tganimda Buxoro bo'ylab tekin, boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Butun O'zbekiston bo'ylab akalar dastavkalarimiz bor, faqat kelishilgan holda ketaveradi.